akademiyasini o'rganuvchilari, bugungi darsimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan insholar mavzusini davom ettiramiz. Faqat personal statementni o'rgangan bo'lsak, bugun supplemental essays, ya'ni aynan o'sha katta 650 talik inshoga qo'shimcha insholar haqida gaplashamiz. Vazifa qilib 3 ta g'oya topib kelishni bergan edim. O'ylaymanki, hamma har xil g'oyalar topa oldi va aynan shu g'oyalarni ustida ishlayapti hozir. Lekin g'oya topishni to'xtatib qo'ymaydigan bo'lardim, chunki hali ko'p kerak bo'ladi. Aynan bu insholarimiz uchun ham g'oyalar topish qiziq, ularni qanchalik qiziq bo'lishi juda ham muhim rol o'ynaydi. Xo'p, endi personal statement 650 ta faqat bitta bo'ladi, lekin bu supplemental essays ko'p bo'lishi mumkin. Topshirayotgan universitetga qarab. Bilamiz, Common App deb atalgan platforma orqali o'quvchilar 20 tagacha universitetga topshirsa bo'ladi. Boshqa platformalar orqali undan ham ko'p universitetga topshirsa bo'ladi va ko'p Amerikadagi universitetlar o'zini qo'shimcha insholarini talab qiladi. Misol uchun, Harvard universitetida u insho 5 ta. Ya'ni katta inshoga qo'shimcha ravishda siz yana 5 ta savolga javob berishingiz kerak insho ko'rinishida. Ba'zi universitetlarda 2 ta bo'ladi, ba'zilarida 7 ta 8 ta bo'ladi va siz ularni ham yozib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi u insholarning maqsadi nima? Bilib olishdi-ku men haqimda deyishingiz mumkin, lekin ular siz haqingizda ko'proq bilib olishni xohlaydi. Ya'ni boshqa tomonlaringizni. Bu insholarni asosan 4 ta turi mavjud. 4 ta emas, har xil juda ham ko'p turlari bor, ko'p savollar bor, 20 dan ortiq turdagi savollar bor va universitetga qarab o'zgaradi, lekin eng asosiylari siz bilishingiz, tayyor bo'lishingiz kerak bo'lganlari bu birinchisi why us deb ataladi, ya'ni nimaga aynan shu universitet. Misol uchun, aynan Harvardda bor, nimaga Harvardga kelib o'qishni xohlaysan va Harvard bergan resurslar bilan nima qilmoqchisan deb so'raydi. Endi ko'pchilik aytadi, Harvardda bu bor, shu yo'nalish bor, shu professor bor, mana shu programma bor, shu to'garak bor, shunaqa yordam beradi menga deydi. Albatta buni aytib o'tish yaxshi, chunki siz shunchaki bormayotganingiz, universitetdan foydalanishni xohlayotganingizni ko'rsatadi. Lekin bu yerda faqatgina nimaga o'sha universitetligini aytmasligingiz kerak, chunki 1000 ta o'quvchi bo'lsa, 1000 ta o'quvchi har xil narsadan ko'rsatib chiqadi va biladi universitet nimaga ularga kelayotganingizni. Dunyodagi eng yaxshi universitet, budjeti bor, resurslari bor, shuncha zo'r programmalari bor va hamma o'quvchi ulardan foydalanishni, o'qishni xohlaydi, lekin universitet bilmaydi nimaga sizni olishi kerakligini. Aynan shu yerda why us, why you degan savolni ham berib o'tadi, ya'ni universitet sizdan nimaga men deyish orqali nimaga sen degan savolni ham so'raydi. Aynan shu inshoda siz ko'rsatib berishingiz kerak, nimaga ular sizni tanlashi kerak va universitetga borib siz qanaqa qilib u yerda o'sa olasiz va qanaqa qilib universitetga ham foyda keltira olasiz. Bunda bu inshoni struktura qilsa bo'ladi. Bunda o'zimiz qiziqadigan va qiziqishimiz doirasida qilgan narsalarni aytib o'tsak bo'ladi. Misol uchun, aytishingiz mumkin, men yoshligimdan shunga qiziqqanman, shunaqa muhit tufayli qiziqqanman va shu narsalarni qilganman, shu loyihani qilib yuzlab odamlarga yordam berganman va endi borib qaradim universitetda shunaqa fond bor ekan. U bo'lishi mumkin atrof muhitni himoya qilishni yoki qanaqadir hayvonlarga yordam berish uchun yoki umuman olib qaraganda qanaqadir qonun chiqarishni o'rgatish uchun va shu narsani qilganman, qilyapman, juda ham o'zimga foyda keltirdi, atrofimdagilarga foyda keltirdi va siz universitet bergan, misol uchun Stanford yoki Yale beradigan narsa orqali buni yana ham o'stirmoqchiman. Hozir 100 ta odam bo'lgan bo'lsa, endi 100 ming ta odam qilmoqchiman va aynan shu narsani butun dunyoga ko'rsatmoqchiman, butun dunyoga yordam bermoqchiman deyish mumkin. Va bunda universitet ko'radi. Siz misol uchun 0 bo'lgan sizda universitetga kelib 100 ga chiqaman demayapsiz. Aksincha, men buni qurishni boshlaganman. Hozir bo'lish mumkin 30-40 taman va universitetga kelib shuni 80-90 ga olib chiqmoqchiman deyishingiz mumkin. Bu juda ham realistik va ularga yaxshi ko'rinadi. Chunki siz boshlagansiz, allaqachon harakat bor. Sizga universitet shuni davom ettirishga yordam beradi va shunaqa struktura qilish yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda o'zingiz haqingizda gapirasiz, o'zingizni qiziqishingiz yoki nimadir qilayotganingiz, faqat o'zingizga oid bo'lgan narsa. Va aynan shuni universitetga bog'laysiz. Universitetda bor nimadir yoki universitetdagi bor odamlarga, to'garaklarga, har qanday universitetga tegishli bo'lgan, hattoki bino bo'lishi ham mumkin. Bog'lab ko'rsatasiz. Siz bilan universitet sizga kerak, siz universitetga keraksiz, shuni ko'rsatib bersangiz bo'ldi. Bu eng muhim insholardan biri.
Endi bizda ikkinchi muhim insholardan biri bu nimaga aynan shu yo'nalishni o'qishni xohlaysiz? Why this major deb so'rashadi. Men oldingi darsda personal statementda aytib o'tdim. Personal statementda iloji boricha yo'nalish faqatgina bu yo'nalishni tanlaganingizning sababini aytmasligingiz kerak, chunki bunga alohida joy bor. Ko'p universitet so'raydi, nimaga bu yo'nalishni o'qimoqchisan deb. Bunga alohida sizga joy beradi va aynan shu joydan unumli foydalanishingiz kerak va bunda bu narsaga qiziqib qolishingizga sabab bo'lgan narsalarni ko'rsatib berishingiz kerak. Misol uchun o'zim aytib o'tdim, bizning oilamizdagi shu allergiyani genlari genetikaga qiziqishimga sababchi bo'lgan, ya'ni turtki bo'lgan va sizda boshqa narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun qonun chiqarishga siz eng yaxshi yo'llardan biri siz muammoni yechishingiz mumkin. Siz bitta muammoni ko'rsatasiz, o'zingizga qanaqa ta'sir qilgan shu muammo. Shaxsiy sizga, atrofingizdagilarga, umuman ozgina bo'lsa sizga yoki ruhiyatingizga ta'sir o'tkazgan va siz bu muammoni aynan shu yo'nalish bilan yechmoqchisiz. Bo'lishi mumkin sistemalar yaxshi ishlayapti, lekin ularni samarali qilish kerak. Vaqt ketyapti, resurs ketyapti, odamlarni umuman samaradorligini yanada oshirsa bo'ladi. Qanaqa qilib raqamlashtirish orqali va aynan siz bu raqamlashtirishni aynan shu sohaga olib kelmoqchisiz. Bo'lishi mumkin lingvistika sohasiga raqamlashtirishni olib kelmoqchisiz. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Nimaga? Bu hamma ham qila olmaydi. Juda ham nima desa bo'ladi? Noyob sohalardan biri va ular qiziqadi. Nimaga buni o'qimoqchisiz? Misol uchun pul keltiradigan iqtisod sohasi bor yoki tibbiyot sohasi bor. Nimaga ularni emas buni qilyapsan deyish mumkin. Shunda siz ularga sabab topib berishingiz kerak va bu sabab bo'lishi mumkin. Aynan shu muammoni hal qilmoqchiman va bu inshoda siz u muammo sizga qanaqa ta'sir ko'rsatayotgani, qanaqa qilib bu yo'nalish bilan yechmoqchiligingiz va yechgandan keyin nima bo'ladi, shuni ko'rsatib berishingiz kerak. Bu endi muhim turlardan biri va bizda keyingi yana bir eng muhim turlardan biri bu community va diversity deyiladi, ya'ni jamiyat. Asosan siz qanaqa jamiyatda o'sgansiz va sizni jamiyatingizdagi qaysi narsa sizni shu kunga kelishingizga turtki bo'ldi, ta'sir o'tkazdi. Misol uchun bo'lishi mumkin, ko'p o'quvchilar yozadi, o'zbek maktabga borganman yoki teskarisi rus maktabga borganman, lekin o'zbek muhitida o'sganman va men uchun juda ham qiyin bo'lgan ikki xil til, ya'ni ikki xil tilda har kuni bir soat boshqa til, bir soat boshqa tilda gapirish va undan ham boshqasi hamma til degani har xil muhit degani, har xil qarash degani va aynan shu ikkita qarashlar, ikkita har xil odamlar, har xil dunyoni o'rtasida qolish, o'rtasida harakat qilish menga qiyin bo'lgan va shunaqa o'zimni tezda moslashadigan qilib shakllantirganman deyish mumkin. Qiziq bu ham misol uchun. To'g'ri, bu o'quvchi moslashuvchan ekan. Ular aytishadi, to'g'ri, bu o'quvchi moslashuvchan ekan. Amerikaga kelganda ham bemalol moslasha oladi boshqa madaniyatga, boshqa tilga va bu ham yaxshi mavzu, lekin ko'pchilik yozadi, shuning uchun shunga o'xshagan. Sizning jamiyatingizning eng asosiy qismi nima? Ba'zi jamiyatlarda asosiy qism bir-biriga yordam berish. Misol uchun mahallalar bo'lishi mumkin. Hashar qilishadi, birga ishlashadi, bir-biriga yordam berishadi. Hech qanaqa manfaat bo'lmasa ham yordam berishadi. Shunaqa sizni o'zingiz o'sgan jamiyatning eng muhim qismlaridan biri va sizni fikrlashingizga, dunyo qarashingizga, hayotga qarashingizga ta'sir qilgan jamiyatingizning bitta qismini yoritib berishingiz kerak. U misol uchun ushlab bo'ladigan narsa bo'lishi shart emas, misol uchun osh bo'lishi shart emas, qanaqadir qadriyat bo'lishi mumkin, an'ana yoki odat bo'lishi mumkin. Jamiyat sifatida butun katta mahallani olish ham shart emas aslida. Oilani olsa bo'ladi va butun o'zingizni ham bitta jamiyat deb tasavvur qilsangiz bo'ladi. Agar o'zingizni jamiyat deb tasavvur qilsangiz, unda o'zingizdagi bir odatni yoritib berishingiz kerak. Shunaqa narsalarni yoritib berishingiz kerak bu inshoda. Sizda bor va siz universitetga borganingizda birga olib boradigan narsalar va universitetdagi jamiyatingizga ta'sir o'tkazadigan narsalar. Va endi yana bitta muhim narsalardan biri bu intellectual experience deyishadi, ya'ni qanaqadir intellektual narsa. Sizni qiziqtiradigan ilmiy bir mavzu. Yana genetika, o'zim holatimda bu genetika bo'lgan yoki o'zim aslida ko'p narsalarga qiziqqanman. Biologiya, har xil ekologiya va biologiya bilan ekologiyaning integratsiyasi, shu haqida yozganman, hattoki insholarimda va sizda ham shunaqa qiziq narsa bo'lishi mumkin va o'qiganman ba'zilarda computer science bilan siyosatni ham bog'lashadi hattoki.
va bu juda ham qiziq kombinatsiya, qiziq narsalar qilsa bo'ladi, noyob hisoblanadi va agar sizda shunaqa qiziq yoki oddiy bir ekonomikani ichida ham boshqa odamlar o'rganmagan, boshqa odamlar tadqiq qilib ko'rmagan qiziq narsa bo'lsa va siz buni qilmoqchi bo'lsangiz, nimaga qilayotganingizni va buni o'qish sizga qanaqa zavq berishini ko'rsatishingiz kerak. Shunchaki aytib qo'ymang, shuni yaxshi ko'raman, shuni qilganman deb, nimaga yaxshi ko'rasiz buni? Reflection aytib o'tdim oldingi mavzuda. Chuqurroq kirishingiz kerak. Nimaga, qanaqa qilib, xo'p yaxshi ko'rasan ekan. Endi yaxshi ko'rishingni isbotlab ber deyshadi. Mana shu joyda shuni o'qiganman, shuni qilganman, shu odamlar bilan buni gaplashganman, shu olim bilan gaplashganman va universitetda men aynan mana shu ilmiy narsani qilmoqchiman deb ko'rsatib bersangiz, ular tushunishadi. Random emas bu narsa. Shunchaki qilmayapsiz. Oldindan qiziqib kelgansiz, qiziqishingizni shunaqa qilib rivojlantirgansiz, universitetda shunaqa qilib rivojlantirasiz. Va bu eng yaxshi nimasi bo'ladi? Ark deyiladi, eng yaxshi ketma-ketlik hisoblanadi. Bu bizda asosiy 4 ta turadi, lekin boshqa turlari ham bor. Misol uchun qiyinchilikni qanaqa qilib yenggansiz yoki xonadoshingizga xat yozing deyishi mumkin. Bular unchalik qiyin emas. Xonadoshingizga xat shunaqa o'zingizni qiziq tomonlaringizni, xonada qanaqasiz, qanaqa gaplashasiz, qaysi payt uxlaysiz, nima ko'rasiz, shunaqa qiziq narsalarni aytib berishingiz kerak. Qiyinchilikda ham qanaqa qiyinchilik bo'lgan, qaysi paytda bo'lgan, qanaqa qilib chiqib ketgansiz, shuni yoritib berishingiz kerak. Va asosan qo'shimcha insholar shunaqa bo'ladi va sizga nima yozishingizni aytib qo'yadi. Shu savolga qiziqarli usulda javob bersangiz yetadi. Endi yana bitta narsa o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Boshida aytdim. 20-30 universitetga topshirasiz. Har bittasida o'rtacha 3 ta bo'ladi deylik. Shunda 60 ta insho yozamanmi deyishingiz mumkin. 60 ta insho hammasi 200 ta so'zdan. Bunga ha va yo'q deb javob bergan bo'lardim. Siz nima qilishingiz mumkin? Shu 4 ta asosiy turi bor deylik, 4 taga yozasiz va universitetga moslab chiqishingiz kerak. Aytib o'tdim, universitetda bor narsalarga siz asosiy qismini, asosiy ideyani saqlab qolasiz va oxirgi bitta yoki ikkita paragrafini universitetga qarab o'zgartirasiz. Ya'ni sizda eng asosiy g'oya saqlanib qoladi, asosiy 4 yoki 5 ta g'oya va uni 20 marta universitetga qarab o'zgartirib chiqasiz. Qidirasiz universitetda nima bor, bu yo'nalish bo'yicha shuni bog'laysiz. Lekin eng ma'lum bir asosiy g'oya saqlanib qoladi va uni 40 marta o'ylab chiqish shart emas. Shu eng asosiy 5-6 narsani o'ylaysiz va qolganini qidiruv orqali o'zingizga yoki universitetga moslashtirib ketaverasiz. Shu yo'l bilan vaqtni tejashingiz mumkin. Va yana bitta narsani qayd qilib qo'yishlarini aytgan bo'lardim. Siz shuncha marta o'zgartirib chiqishingiz kerak, shuncha narsani qidirib chiqishingiz kerak. Shuning uchun hech qachon oxirgi momentga qo'ymanglar. Deylik, avgustda ochilsa, siz iyunda yoki iyulda yozishni boshlang, qidirishni boshlang va 1-noyabr deadline bo'ladigan bo'lsa, early actionga 1-noyabrgacha hammasini tayyor qilishga harakat qiling yoki hech bo'lmaganda 2-3 ta universitetnikini. Erta boshlash shuning uchun juda ham muhim va erta boshlar degan bo'lardim. Hozircha darsimizda shular, supplemental essays bo'yicha va 4 ta turini sanab o'tdim va 4 ta turga g'oyalar topib kelishni yana vazifa qilib beraman. 4 ta insho uchun, ya'ni nimaga bu universitet, nimaga bu yo'nalish, qanaqa jamiyatda o'sgansiz va bu sizga qanaqa ta'sir qilgan va oxirgisi qanaqa intellektual narsaga qiziqasiz va nimaga qiziqasiz. Aynan shu 4 ta mavzuga g'oyalar topib kelinglar va g'oyalaringni kommentariylarda kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.